Meni kechirishingizni so'rayman, Mariko-san. Bu yerdan ketish uchun ruxsatnomangiz bormi? Meni kechiring, lekin u bizga kerak emas. Isido-san, butun qasr bo'ylab buyruqlarni tarqatib chiqdi. Sizlarda ruxsatnoma bo'lishi shart. Hukmdorim rafiqalarini Edoga shaxsan kuzatib borishimni buyurdi. Iltimos, bizni o'tkazib yuboringlar. Afsusdami? Ammo ruxsatsiz hech qaysi daimyo va uning odamlari Osaka qasrini tark eta olishmaydi. Isido-sanning buyrug'i shunday. Unda boshqa ilojim yo'q. Iltimos, uni o'ldiring.